Bosh prokuror o'rinbosari Salom Samadov rahbarligida ishchi guruh tomonidan Samarqand viloyatida qish mavsumini betalofat o'tkazish, aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish hamda to'lov intizomiga qat'iy rioya etilishi borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan kompleks o'rganishlar olib borilmoqda. Mazkur o'rganishlar doirasida viloyatning bir qator tumanlarida mavjud holatlar, xususan tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minoti, infratuzilmaning holati, iste'molchilarning to'lov intizomi hamda mavsumga tayyorgarlik jarayonlari atroflicha tahlil qilinmoqda. Ishchi guruh tomonidan sohadagi mavjud muammolarni aniqlash, ularni o'z vaqtida bartaraf etish hamda mas'ul tashkilotlar faoliyati samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'rganishlar davomida Jomboy va Bulung'ur tumanlarida tabiiy gaz va elektr energiyasidan foydalanishda yuzaga kelgan debitor qarzdorliklarni undirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy muhokama qilindi. Xususan to'lov intizomini mustahkamlash, qarzdorliklarni qisqartirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan manzilli ishlash masalalari yuzasidan mas'ul rahbarlarning hisobotlari tinglandi. Muhokamalar yakunida kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli ko'rsatmalar berilib, aniq vazifalar belgilab olindi. Elektr energiyani tejash maqsadida qishloqlarimizda, xonadonlarimizda quyosh panellari qo'yilmoqda. Mana bitta bizim mahallada bo'ladigan bo'lsa, bizim mahallada 50 ta xo'jalikdan ortiq fuqarolarimiz 5 kilovatli, 10 kilovatli quyosh panellari o'rnatib, bundan unumli foydalanyapti. Chunki o'zining oilasiga ham tejamkorlik bo'lyapti, ham ziyatchasini davlat sotib olyapti. Shuning uchun qiziqishlar ko'p. Mana shu bo'yicha mahalla yettiligi qishloqlarda, ko'chalarda tadbirlar o'tkazib, aholiga targ'ibot, tashviqot ishlarini olib bormoqdamiz. Mahallamizning binosiga ham o'rnatildi. Bundan tejamkorlik foydalanyapmiz. Chunki mahalla yettiligining hammasining kompyuter jihozlari bor. Bu kompyuter jihozlari ham bemalol mana shu quyosh panelidan elektr energiya olib ishlamoqda. Bu davlatimizga hamda mahallamizga, har bitta xonadonning oilasiga, byudjetiga juda katta foyda bermoqda. O'rganishlar davomida shuningdek Jomboy tumanida qish mavsumida iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishning afzalliklarini keng targ'ib qilish maqsadida ko'rgazmali amaliy seminar tashkil etildi. Ushbu tadbirda tegishli vazirlik va idoralar, mutasaddi tashkilotlar vakillari, mahalla yettiligi a'zolari, shuningdek 500 nafarga yaqin tadbirkor va fuqarolar ishtirok etdi. Ko'rgazmamizda aholiga zamonaviy gaz garelkalarini mana bizlar ko'rgazmada namoyish qilyapmiz. Mana shu gaz garelkalarimiz aholi xonadonlariga o'rnatishimizda, aholi xonadonlari bu garelkalar o'rnatishdan oldin misol uchun 1200 kub, 1300 kub gaz yoqqan bo'lsa, mana shu garelkalarga almashtirishimiz natijasida 600, 700, 800 kubgacha tabiiy gazni iqtisod qilib, bu iqtisod qilish natijasida xalqimizni o'zi o'sha hamyoniga ancha yordam bo'layapti. Avtomatikadaga bo'ysunadigan tabiiy gazimizni buni aholi xonadoniga o'rnatgandan keyin aholi xonadoni masalan shu isitish qozoniga o'rnatilganda misoliga 60 gradus temperaturaga mo'ljallab qo'yilsa, 60 gradus temperaturada o'shani birday saqlab turadi. Tumanga shu yilning hisobidan bizga rejamiz bo'yicha 1749 ta edi. Biz hozir 2574 ta zamonaviy gaz garelkalar o'rnatildi. Seminar davomida aholi va tadbirkorlarga energiya tejamkor qurilmalar, quyosh panellari, zamonaviy isitish tizimlari hamda ulardan samarali foydalanish yo'llari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga sohada amaldagi qonunchilik, imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Mana bugun o'tkazilgan seminar davomida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati, qutqaruvchilari, maxsus texnikalari, asbob anjomlari bilan ishtirok etib, mana shu energiyani qayta tiklovchi manbalardan foydalanish jarayonida yoki bo'lmasam elektr gaz moslamalarini tejab foydalanuvchi asboblardan foydalanish jarayonida favqulodda vaziyatlar holatlarini keltirib chiqaruvchi holatlarga yo'l qo'ymaslik, yong'in xavfsizligini ta'minlash, yong'in kelib chiqishi yoki is gazdan zaharlanish, gaz havo aralashmasi chaqnashi kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. O'sha tushuntirishlar jarayonlarida bevosita xavfsizlik qoidalari aks etgan eslatma hamda targ'ibot materiallari tarqatib borildi. Albatta, bu kabi tadbirlarning asosiy maqsad aholi xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarga elektr gaz manbalaridan foydalanish jarayonlarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish bo'yicha yana bir ogohlikka chorlash
tadbirlari amalga oshirib borildi. Ayni kunlarda bosh prokuror o'rinbosari rahbarligidagi ishchi guruh tomonidan Samarqand viloyatida belgilangan yo'nalishlar bo'yicha o'rganishlar davom ettirilib, natijasiga ko'ra aholining turmush darajasini yaxshilash, energiya ta'minoti barqarorligini ta'minlash va qish mavsumini betalofat o'tkazishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilanishi rejalashtirilgan.